Hozir masjidda ko'rib turibman-da, mana bu uylaringizni, mana bu derazalarni qarang. Masjiddan sovuq o'tadimi? Ancha o'tsa kerak, o'sha вообще sovuq. Shukr qilish kerak, berganiga shukr qilish kerak. Ya kelishyapti. Voy, hayajonli daqiqalar. Men o'zim hayajonlanib ketyapman. Hali o'zim kirganim yo'q bu xonadonga. Assalomu alaykum. Ochamizmi? Qani? Ko'z yopiqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Sekin. Alaykum assalom. Hayajon bormi sizda ham, dadam? Ochig'i, Elbarjon, men hayajonlanib ketyapman. Bo'ldi, mana masjidda to'xtaymiz. To'xtaymiz. Dada, Xudo xolasa, bugundan boshlab hayotinglar o'zgarib ketadi. Oldingidek hayotinglarni umuman eslolmaysizlar. Inshaalloh. Ko'rishga tayyormisizlar? Tayyormiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. 3 2 1. Ana. Ochinglar ko'zinglarni. Bu hali darvozasi bu hali. Ochig'i men so'z kelmayapti meni o'zimga. Muborak bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh. Mana shu ukamizni ham mehnatlari. Qani kiramiz endi hayajon bilan ozgina. Ochig'i men hayajonli, men zo'rg'a chidab turibman. Hozir endi uy ichiga kiramiz, qani? Mana sizlarga yangi uy. Rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Abdurahmon aka, siz ham endi ko'ryapsiz. Ya, men birinchi marta ko'rishim. Men bu uyda oldingi aholini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Rahmat sizlarga. Onga yordam bismillah yuramiz. Alloh. Juda ham bir chiroyli, ixcham, bir go'zal bo'ldi-da. Mana, xolisi. Bu uyda ham to'ylar bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu niyat turibman, xudo xolasa. Inshaalloh. Allohning bergani shuda, Alloh shu Eldorjonni sababchi qilib qo'yib jo'natib qo'yibdi sizlarga. Qani kiringchi dada uyingizga. Bismillahirrohmanirrohim. O, go'zallikni qarang-a. Boshxonalari. Oshxonalari bu yevropeyskiy bo'libdi oshxonalari ham, qarang. Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin ukalar. Yetkazganingizga shukr. Tansiqatli xotirjamlik bersin, yurtimizga tinchlik bersin. Mana shu ukalarimni ham xayr ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Sizlarga yoqdimi? Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Shinamgina bo'lib, rahmat. Hammadan ham xursand bo'layotgani singlimiz. Ko'zlaridan nur taralyapti xursandliklardan. Sog' bo'lsin. Sal mani uyimiz aldan ham chiroyli bo'lib ketdi lekin, juda go'zal bo'lib ketdi lekin. O'zimiznikidan ham yaxshi qilishga harakat qilamiz-da. O, tomchilar chiroyligini, go'zalligini qarang buni. Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Juda ham chiroyli. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Allohim. Bu oldingi videolarimni men ko'rgan edim-da. Ko'rgandim, sizni ko'rib men yig'lagandim. Stories qilib haliga repost qilib berdim o'shanda. Alhamdulillah. Juda ham go'zal mebellarning chiroyligini qarang buni. Baquvvat chiroyli mebellar. Uyda ishlagan ustalarni ham tan joni sog' bo'lsin. Qo'shnilaringiz ham zo'r ekan, aytishdi menga. Yordam berib turishibdi, haliga oziq-ovqatda ustalarga ovqat olib chiqib berib turishdi. Shunaqa bo'lish kerak. Ahillikda baraka bor-da. Ana aytaman-ku, yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham qo'shni yarid deydi-ku. Qo'shnilaringiz zo'r ekan. Badam yurib ketyapti. Shu joyda shunaqangi go'zal bo'lishiga sababchi bo'lgan barcha homiylarga, aka-uka juda ko'pchilik yordam berdi. Shunchaki duo qilganlarga, repost qilganlarga hammasi sababchida shunga. Shu uchun shu ish bo'lmasdi. Kelajak videolarda ham azizlar, agar o'zingizni imkoningiz bo'lmasa, shunchaki bir 10-15 ta yaqinlaringizga jo'natib, repost qilib qo'ysangiz bo'ldi. Alloh beradi bu yog'iga. Shunaqa. Kimdir qalbiga soladi. Ana behudalarning suvchilaring kuturasan. Abdurahmon aka, endi siz bular bilan ozgina suhbatlashib turing. Men yana bitta kichkina sovg'am bor-da, hozir tayyorlik, kiraman. Oho. Sizlar bemalol suhbat topib turinglar dada bilan. Bu dunyo shunchaki sinovga berilgan. Shunchaki sinovga berilgan. Milliard dollar boyligi bo'lib turib, qasr, Mercedes mashina bo'lmaydimi? Yoki bir kichkinagina bir kulbachasi bo'lmaydimi? Hammamiz boradigan joyimiz bitta joy. Mana ukam, men o'zim boshimdan o'tdi-ku, mana mashinagacha hech kim kelgan yo'q, xabar olgani. Xudoga nola qilib chiqaman, Allohim, men ham yorug' kunlarga chiqayman, qizimni salomon uzatib olay deb. Abdurahmon aka qo'llarida hozir 10 million pul turibdi. Menda qutichada sirli yashirin sovg'a bor. Abdurahmon aka qo'llaridagi 10 million tanlaysizmi yoki mana shu yashirin sovg'ani tanlaysizmi? Men hayajonlanib ketyapman. Sovg'ani tanlayman. Maslahatlashdi. Ha? Qaysini tanlaysizlar? Bir ovozdan sovg'a deyishyapti.
Sovg'a. O'ylab ko'ring. 10 million. 10 million. O'ylab To'xtang, mana ishiga hozir mana shu yerda 100 dollar qo'shaman 10 million. Kattami? Nima kimosh sovg'asi bor. 100 dollar qo'shaman shu sovg'aga. Yashirin sovg'a yoki pul. Mana yana qo'shdim. Sovg'a olaqani. Qani? Sovg'a. Sovg'a. Qaytish yo'q. Yo'q. 100% sovg'a. Mayli, rahmat shunisiga. Qani? Siz nima bor deb o'ylaysiz, doda? Birinchi o'zingizdan so'raylik. Umriga Siz nima bor deb o'ylaysiz? Endi men ochig'i hozir ozgina yengil shokdaman men. Chunki men Sizga ham yetmagandikda biz. Bilmayman, men uyda ham Hech kimga yetmagandik. Hozir hammasi tasodif yengil shokdaman. Rahmat. Hozir doda. Yengil shokdaman. Bismillah. Qani? Ya Mashinani subhanalloh. Mashinani kaliti. Ya Alloh. Rahmat. Ya Alloh. Yangi mashina. Mashinani kaliti. Ya subhanalloh. Men yig'lavaraman. dunyo suriga ketirgan bolam. Anjoning sog' bo'lsin. Mashinaga ko'rmanasi. Xo'p. To'xtang, sizga emas, qizimga. O'sha qizim. Oling qizim. Oling, Qizim, ketdik, keling. Siz mashinali bo'ldingiz bugun. Qani? Qarang, ham uy, ham mashina. Eldor nimalar qilib tashlayapsiz? Oldin kelgansiz tayyorladik. Subhanalloh. Yangi mashinalar boray bo'lsin. Rahmat. Anjoninglar sog' bo'lsin. Hamma ko'chada ham qo'shnilaringiz Qo'shnilar tabriklab qo'yamiz hammamiz. Rahmat. Qalay dada? Rahmat. Anjoning sog' bo'lsin bolam. Umringiz uzoq bo'lsin. Doda, o'tirinchi mashinangizga praviz bormi? Yo'q. Endi olasizda. Endi olasiz. Ya subhanalloh. O aka. Qalbda muborak bo'lsin, qo'shnilar. Nima dedinglar, qo'shnilar? Ana. Ana. Men hayajonlanib ketaman baribir. Shunaqa. Ana yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Anjoning sog'mi? Mana bu seni o'ylayapti. Rahmat. Sizlarga o'xshab yuringlar ukalar. Rahmat. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Qalbingizda nima orzularingiz bo'lsa, Allohim mo'l ko'l qilib yetkazsin. Xudoyo, nima niyatda yurgan bo'lsanglar, hammasini Allohim mo'l ko'l qilib yetkazsin. Tabiiy dedingiz-ku. Men bir narsani aytaman. Boshqa blogerlarni obunachilardan farqli ravishda sizni obunachilaringiz umuman boshqacha odamlar, boshqacha dunyo. Shu yigitni va jamoasini barcha qo'llab-quvvatganlarga kattagan rahmat. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunchaki obuna bo'lib qo'ying. Bularda hozir nechta bo'ldi sizlarda anaqa podpischilar? 1 million 200 mingta bo'lishdi. 3 million, 4 million, 5 million, 30, 40, 50 million bo'lib ketishinglar Xohlasa. shart. Chunki sizlarning kontentinglar jamiyatga, xalqqa, el yurtga foyda keltiradigan kontent. Xudo xolasa. Sizlar bilan qiladigan katta ishlarimiz hali oldinda. Biz har doim yelkadosh bo'ldik, mana bugundan boshlab qo'limizdan kelgan yordamni beramiz.